Kazemiro Xudoga tavakkal qilmoqda. Real esa Kazemiroga. U Messiga hatto qimirlashga ham imkon bermayapti. Ramos esa Modrichga orqa qaytib himoyaga yordam berishini buyurmoqda. Keyingi vaziyatda Modrich Messining pasini to'sdi. Kapitan jamoani bir butun qilib boshqaradi. Kazemiro, Kroos, Luka hammasi birga. Ammo tez orada Ramosning dahshatli tushi paydo bo'ldi. Luis Suarez u Serxioni aldab o'tadi va hisobni ochishga juda yaqin keladi. Ramos qoida buzildi deya norozilik bildiradi va e'tiroz uchun sariq kartochka oladi. Sariq shunchalik tezmi? La'nati, bu qoida buzilishi emas, voy qanchalik ahmoqona qaror. Suarez yana Rakitichga pas beradi. Pepe esa bu mening odamim edi, deydi. Yaxshisi yopiq turishi kerak edi. U tomonga yugurib o'tishga imkon berish kerakmasdi. Shu payt Messi markazdan yorib o'tdi va Serxio aralashishiga majbur bo'ldi. Ichkaridami yoki tashqaridami, agar qoida desa, bu qizil kartochka. Messi unga qaradi, jilmaydi va bosh irg'adi. Shu payt Kazemiro o'ziga yanada ishonch bilan o'ynay boshladi. U Iniestadan to'pni tortib oldi va eng muhimi Messini to'xtatdi. Messi esa asabiylasha boshlaydi. Ular Messi uchun o'ynashyapti. Agar uni yopib qo'ysak, xavf tug'dira olishmaydi. Serxio esa Suarezni unutib qo'yadi va u Ramosning oyoqlari ostida yiqiladi. Butun Barselona ikkinchi sariq kartochkani talab qiladi. Ramos esa bu shunchaki kichkina turtish edi xolos. Bu kartochka edi, deydi Alba. Qanaqa kartochka? Teginishim ham mumkin emasmi? Pike kuladi, Busquets esa masxara qiladi. Ramos jim turmaydi. Qo'y, birinchi kartochkamda-chi ahmoq. Ramosning yurak urishi tezlashadi, hatto darvozabonning gapini ham eshitmay qoladi. Yangi qarama-qarshiliklar boshlanadi, masalan Pike va Alves o'rtasida. Alves uni qidiradi, Ramos esa zarba bilan yana tavakkal qiladi. Keylorning ajoyib seyvini ko'rib Ramos chuqur nafas oladi. Messi juda tushkun holatda qoladi. Ammo Pike bu vaziyatda yetakchilik qilishga to'g'ri keladi. Pepe, bro, qana olg'a. Benzema hisobni tenglashtirgach Pepe unga xuddi yutib turgandek o'ynaymiz-a, bro, demoqda. Shu bois Serxio Keylor va Marceloga tinchlanishini aytadi, ammo Marcelo jarohat olgan. Suarez esa nafaqat hujum qiladi, balki Ramosni izlashda davom etadi. Va nihoyat uni topadi. Bu safar bir og'iz ham gapirmasdan Ramos qizil kartochkani qabul qiladi. Va tunnel tomon yo'l oladi, uni Benzema kuzatib qo'yadi. Kazemiro esa uning o'rnini egallaydi. Ramos kutmagan narsa shuki, u maydondan ketganidan va Marcelo jarohat olganiga qaramay Real baribir g'alaba qozonadi. Benzema tribunada kim bilandir ishora qilgach, tunnelda Cristiano Ronaldoning gol urgani haqida xabar beradi. Ehtimol bu xabar Ramosga aytiladi. Ramos esa o'yin tugagach yana maydonga chiqib, uning bu qarori behuda ketmaganligini nishonlaydi.